shu holatni umuman qaytarmaslikka harakat qilinglar. Sababi biz kelgan paytimizda stol ustiga o'zimizning shaxsiy narsalarimiz, aytishki, mashina kaliti, telefon bo'lishi mumkin, qo'yish mumkin emas demayman-ku, madaniyat bo'yicha qo'ymagan yaxshi. Buni bitta yaxshi zo'r sababi bor. Chunki agar biz qo'ygan paytimizda, ayniqsa telefonimizni, bu juda ham odat bo'lib qolgan odamlarga qo'ygan paytimizda bizani mehmonimizni suhbat qurganimizda doimiy ravishda telefonga qarab turamiz yoki telefon qo'ng'irog'i bilan bizani chalg'itadi. O'shanda bizning suhbatimiz yaxshi bo'lmasligiga ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shu narsalardan qochish uchun, shu narsalarni bartaraf qilish uchun biz ofitsiantni, menejer yoki administratordan iltimos qilamiz. Har bitta yaxshi restoranda albatta o'zini kichkina stulchasi bo'ladi. O'shanda bizani oldimizga olib kelib berilsa, biz o'shaning ustiga hamma o'zimizning shaxsiy narsalarimizni qo'yishimiz mumkin. Va shu holatimiz bilan biz mehmonimizga til zabonida emas, ya'ni xatti harakatimiz bilan bildiramizki, men siz bilan suhbatga tayyorman.